Boshqaring. Assalomu alaykum kuzatuvchilar va musofirda yurgan aka-ukalar. Navbatdagi ishimizni Andijon viloyati Buloqboshi tumaniga olib kelib o'rnatganmiz. Bizga qilgan ishimiz mana shunday Mavis ko'rkam holatda qilib qo'yib berdik akalar. Xo'p. Videoni oxirigacha ko'rsalaring. Mana shu Mavisimiz qanchaga o'rnadi, razmeri qanday, materiallari qanday, qayerlargacha olib borib uстановka qilib berishimiz mumkin. Mana shular haqida to'liq ma'lumotni berib o'tishga harakat qilamiz. Mana masalan boshlaymiz. Qaysi tarafdan chiqib bo'ladi? Tashqari tarafdan chiqarilgan. Navisimiz shu holatda uzunligi 980 bo'lgan. Mana shu devorda mana shu stukani uchigadir. Eniga bo'lsa 5-10 razmerga qo'yib berganmiz. Xo'p, yana Bu tarafimiz bo'lsa uzunligiga 845, eniga 330 joyga tushgan mana shu holatda. Stukalarni mana shunday holatda, gulli holatda qo'yganmiz. Lazer lislar firmalari, hattoki tepadagi firmalari ham lazer lisli holatda bo'lgan. Lislarning stenasi ikkilik stena listdan gul olib chiqarib berganmiz. Profillar 6 ga 4, stuka profillari 6 ga 4, 1.7 stenada qo'yib berilgan ekan. Hashamdor chiqishi uchun hattoki kashaflariga ham mana shunday gullarni qo'yib, gullarga lazer listdan qo'yib berilgan. Endi ko'pchilik savol beradi, tepasidagi qoralari, Nissan'da oraliq masofasi, qoralar Nissan'ga qo'yiladi deb savol berishadi. Hozir mana shu holatda 1.35 sm ga tushgan har bittasini orasi 1.35 sm ga qo'yib berilgan. Tepasidagi tortilgan 2 go'ch profillari bo'lsa, har 55 sm ga qo'yib berganmiz ekan. 55 sm ga qo'yib berdik. Xo'p. Tepasiga mokrasfalt beksan qo'yganmiz. Skromniy ko'rinish uchun to'g'ri svetni qo'yib berdik ekan. 15 yil garantiyasi bor. Bir kamerali Lexonlardan chiroyli qilib qo'yib beryapmiz. Bu ishimiz narxiga keladigan bo'lsak, kvadrat metrini 470 ming so'mdan qo'yib beryapti. Endi bundan tashqari mana bu joyda silif qo'yganmiz. Buni har bir metri 95 ming so'mdan plus qo'shiladi bu kvadratdan tashqari narxga, ofis narxiga 95 ming so'mdan bu silifni narxi отдельно qo'shiladi ekan. Hop, bu tarafimizda ham kazrib qo'yganmiz. Chiroyli holatda ko'rkam holatda bo'lib tushgan. Endi bu holati hop, eniga 3 metr, oldiga chiqishi 1.60 holatga qo'yib berdik. Tepalariga mana shunday lazerli gullardan qo'yib berilgan. Yonidagi dugalari bo'lsa 8 ga 4 profil, ichiga 2 go'ch profildan kelib chiroyli holatda qo'yib berilgan. Hop, mana shu holati kvadrat metri 550 ming so'mdan tutib tayyorlaymiz. Nima kvadrat kichkina, rasxod ko'p narsa ketadi. O'zdan ko'rishimiz bu narsani. Hop, mana shu holati 2 million 600 ming so'mga tushyapti akaga. Hop, bu navisimiz общий kvadrati 77 kvadratga tushyapti. Bu tarafi bilan u taraf qo'shilgan holatda 77 kvadrat bo'lyapti. Общий narxi bo'lsa 35 millionga tushyapti akalar. Общий summasi mana bu taqaga ishlarimiz, общий summasi 37 million 600 ming so'mga o'rnatildik. Kimga mana shunday xizmatlar qiziq bo'lsa, ekran pastdagi nomerlarga telefon qilasizlar, chiroyli qilib O'zbekiston bo'ylab yetkazib olib borib, ustanovkasini qilib beramiz akalar.